Bu narsani Karimovni himoyachisi sifatida emas, oddiy inson sifatida mana shuni chetga qo'yib, xolisona fikr beradigan bo'lsam, adolatli sud hukmi bo'lmadi. Ushbu videoda ko'rganlaringiz bugungi kunda O'zbekistonda kun tartibida bo'lib turgan mavzu o'sha mashhur Real Sanjik taxallusi bilan mashhur bo'lgan Sanjar Karimovning advokatlari ekan. Men bu ishga to'xtalmoqchi emasman, lekin men aytmoqchi bo'layotgan, men e'tiborimni tortgan nuqta ushbu advokatni jasorati, sudni qaroridan noroziliklarini va sudlar adolatsiz qaror chiqarayotganliklarini to'g'ridan to'g'ri ommaviy axborot vositalari orqali ayta oldi. O'zbekistonda bunday advokatlar juda sanoqli, chunki bizda bitta mashhur gap bor, uni yumshoq qilib aytadigan bo'lsam, tangni qozi ursa, dardingni kimga aytasan mazmunidagi gaplar bor va bu so'zlardan keyin bizdagi advokatlarimiz ham o'zini kelajakdagi potensial keyslarida, ehtimoliy keyslarida yutqazishlari ehtimoli oshib ketadi. Shu uchun sudlarni adolatsizliklari haqida hech qaysi bir advokat to'g'ridan to'g'ri ayta olmagan. Ma'muriy ishlar bo'yicha aytiladi, lekin bunaqa kun tartibida bo'lib turgan mavzular yuzasidan hech qanday tanqidlar yo'q. Mana shuni ko'rdim va men bu advokatga respekt demoqchiman. O'sha prezidentimiz aytgan yangi O'zbekiston mana shu. Men xohlagan yangi O'zbekiston ham mana shu edi.